Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala çeksin maqtovlar bolsun. Suyuktu Muhammed aleyhisselamga Allah'ın salamı özüne salavatlar bolsun. Assalamu aleykum. Hurmatlı musulman bir tuğanlar. Biz namaz okuy degenimiz dağı namazın bir katalarga mani berбей degenimiz tuğanlar. Emne sebepten berбейбиз tuğanlar? Biz başka nerseler bilen alek bolup namazga da ança köңүл бурбай калат экенбиз туугандар. Себеби кыяматта биздин эң биринчи сурала турган кыяматта намаз болот экен туугандар. Эгер намаздан өтө турган болсоң, нар жагы жеңил болот. Биз ушундай намаз окуп аткан учурда кээ бир тамгаларыны бурмалап жиберет экенбиз, маанисиге көңүл бурбайт экенбиз туугандар. Maanisi özgörülüp ketken bolsa namazыбыз kabul bolo bulbayбы, biz uşuğa maani бербей дегенбиз туугандар. Birinci очередте biz namazыбызды жакшы тугулап алышыбыз керек туугандар. Эгер ушул видеону көрүп жаткандар болсо, намазыбызды бир көрүп, илимдүү, жакшы бир таква адамдардан биз сурап алайлы туугандар. Мына жер мына ушундай болобу, мына жер ушундай болобу деп сурап алыш керек. Ойду келди эле жаттап алып окуган бул тура болбойт эми. Бирок аракет кылыш керек туугандар. Колдон келишинче аракет кылсак, Алла Таала дагы жүрөктөгү кыпындай нерселерди дагы билип турат туугандар. Ким кандай аракет кылат, ким кандай аракет кылбай атат, баардыгын билип турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер намазыбызга каттуу аракет кылайлы туугандар. Жана бул видеону толук көрсөңүздөр, намаз тууралуу кеңири билип аласыздар туугандар. Жана Исхак ТВ каналына катталып, лайк баскычыны басып, кызыл позицияны басып коюңуздар. Men 5 vaqt namoz o'qiyman, tajvid darslari olganman, Qur'on o'qish va o'zim yodlagan suralarni o'nglash uchun. Bir mavzuda eshitib qoldim, namozdagi qa'da, rukuga borganda aytiladigan so'zlarni xato aytsa, ya'ni talaffuzida xato qilsa, namozi qabul emas deb kabira gunoh qilgan bo'ladi, dedi ma'ruzachi. Shunda meni namozim xato hisoblanadimi degan savol ekan. Alloh taolo namozlaringizni qabul qilsin, o'rganayotgan tajvidlaringizni, yodlayotgan Qur'onlaringizni Alloh taolo eng go'zal suratda o'rganib yodlashlikka tavfiq bersin. Ana shu eshitgan ma'ruzangizdagi masala shunday bo'lsa kerakki, subhana robbiyal azim degan kalimani rukuda aytilganda ana shu zo harfini o'rniga za harfini aytsa ma'no o'zgarib ketadi degan masala bo'lsa kerak. Xullas, savol shunday. Eshitayotganlar yaxshilab tushunib olinglar. Namoz o'qiyotgan inson rukuda subhana robbiyal azim deydi. Ya'ni buyuk bo'lgan Robbim pokdur aybu nuqsonlardan degan. Buyuk Robbim, meni buyuk Robbim pokdur degan. Subhana robbiyal azim degan. Mana shu zo harfini, tozo bor, bizda izg'i deb keladi-ku. Mana shu zo harfini oddiy qilib aytsa, za qilib aytsa, subhan robbiyal azim deb aytsa, nauzbillah. Bundoq aytilmaydi. Agar shundoq qilib aytsa, ma'no o'zgarib ketadi. Ma'noda shu narsa aytilgan bo'lsa kerak. Azim deb turib aytadigan bo'lsa, ashaddiy dushmanim bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Buyuk Robbim emas, ashaddiy dushmanim Alloh bo'lib qoladi. Shuning uchun ulamolar nima qilishadi? Mana shu rukudagi subhana robbiyal azim degan kalimani to'g'ri talaffuz qilishlikka buyurishadi. To'g'ri aytishlikka buyurishadi. Ma'ruzadagi aytilgan masala haqiqatan shunaqa. Kim rukuda ana shu zo harfini o'rniga za qilib aytadigan bo'lsa, xato qilgan bo'ladi. Namoziga putur yetadi, namozi buziladi. Nima qilishlik kerak? Bu bitta so'z, hurmatli jamoa. Har namozda yangi emas. Har namozda boshqacha kalima emas. Bir umr shu so'z aytiladi. Subhana robbiyal azim deb aytiladi. Bir umr. Shunga bir minut vaqtingiz ketadi to'g'rilashga. Yoki 10 minut ketar. Shuni to'g'rilab olinglar, hurmatli namoz o'qiyotganlar. Hammamiz to'g'rilab olaylik. Jumaga borayotganlar ham, hayitga borayotganlar ham, bir mahal o'qiyotganlar ham, 5 mahal o'qiyotganlar ham hammamiz agar o'zimizga ishonmasak, nima qilaylik? Bilgan odamdan rukudagi kalimani to'g'rilab qo'ying deb so'rab olaylik. Zo bilan bo'ladi. Subhana robbiyal azim deb.
Agar subhana robbiyal azim deb aytib qo'yadigan bo'lsanglar, unda xato qilgan bo'lasizlar. Ma'nosi o'zgarib ketadi. Azim deganda ashaddiy dushman bo'lib qoladi. Qanday ma'no kelib chiqadi desa, meni ashaddiy dushman bo'lgan Allohim pokdir degan bo'lib qoladi. Buyuk Robbim emas, ashaddiy dushmanim degan ma'no bo'lib qoladi. Shuning uchun namoz o'qiyotganlar, hurmatli musulmon birodarlar, aybimizni to'g'rilaylik, xatoyimizni to'g'rilaylik. Ba'zi kitoblarda shunday deyilgan: agar subhana robbiyal azim deb ayta olmasa, tili kelmasa, zoni chiqaza olmasa, nima qilsin? Subhana robbiyal karim deb aytsin, o'rgangungacha deyilgan. Shuning uchun hamma namozxon bunga 1 minut yoki 10 minut vaqt ketadi. Har namozda yangicha aytilmaydi. Doim bir xil aytiladi. Shuni yaxshilab o'rganib olaylik, muammo yo'q. Lekin bu masala haqiqatan bor masala. Mana shu savol berayotgan odam eshitgan masala haqiqatan shunaqa. Sizning namozlaringiz inshaalloh qabul, balki siz to'g'ri aytayotgandirsiz. Nima? Ana shu namozingizni tekshirtirib oling, rukudagi kalimangizni tekshirtirib oling. Allohu a'lam.